Osmonga tikilgancha o'tirgan Mohizar butun olamdan uzilib qolgandek edi. Unga qo'rquv begona, tunlari ham qishloq ko'chasida bemalol sayr qilib yurardi. Va ortidan kelib baqirgan insonga hissiz nazar soldi. Indamay yo'lida davom etdi. Hoy tentak, bir tuking qilt etmadi-ya. Qishloqning bezori yigiti hisoblangan Doston iljaydi. Sen ahmoq bo'lsang, ayb menda emas. Nima? Doston qizga yaqin keldi. Turishingga qara tasqara, bu turishda alvasidan farqing yo'q. Mohizar esa bu so'zlarga parvo qilmasdi. Ustidagi uniqqan libosi, taralmagan sochlari uni hijolatga solmasdi. Hozir ham Dostonga boshqa javob qilmadi. Indamay ketaverdi. Mohizar devona. Qiz uni eshitmaganga oldi. Haqiqatdan unga aytilgan haqoratlar, mazaxlar ongiga yetib kelmasdi. Mohizarni kuzatgan odam unga achinadi. Ba'zilari oshkora jirkanadi ham. Bir qarasang tuppa-tuzuk yurgan qiz birdaniga o'zgaradi. U tez-tez qo'llarini havoga o'ynatadi, go'yoki hech narsa yo'qdek. Lekin uning har bir harakati qattiq, keskin bo'ladi. Qiz ko'zlarini katta ochib, atrofdagi narsalarga e'tibori bilan tikilib qaraydi. Lekin ularga qaraganda ko'proq ichki dunyosini izlayotgandek tuyuladi. Ba'zan birdaniga yugurib ketadi, go'yo undan biror narsa qochib ketayotgandek, yoki u biror narsani ushlashga urinyapti. Ko'z yoshlari yoki kulgi o'rtasida keskin o'zgaradi. Bir lahza qattiq kulsa, keyingi lahzada jimib, chuqur o'yga botib qoladi. U odamlarga gapirganda ko'pincha so'zlari chalkash, uzilib qoladi va gaplari haqiqatdan ko'ra fantaziya bo'lishi mumkin. Ammo uni birdaniga aytgan fikrlari ko'pchilikni hayratga soladi. Mohizar istasa yaxshigina bahsga kirishadi. Hech kim unga teng kela olmaydi. Televizorda ko'rilgan kinomi, gazetada o'qilgan hikoyami, albatta Mohizar o'z fikrini bildiradi. Eng yomoni singillari, ukasi uni o'sha vaqt ustidan kuladi. Otasiga farqi yo'q. Onasi esa Mohizarga biroz yon bosadi. Bu haqiqatlar qizning ichki iztiroblari va ruhiy holatidagi beqarorlikni ko'rsatadi. Shu orqali uning qanchalik nozik va murakkab his-tuyg'ulari borligini ochib beradi. Mohizar o'zga olam vakilasi. Ammo undan ko'pchilik qo'rqadi. Yosh bolalarni olib qochishadi. Go'yoki Mohizar jinni bolalarga nimadir qiladigandek. Oliygohni tugatib, ikkala do'st birga ishlay boshlashdi. Mirza rossa ham zerikdi. Shanba yakshanbada biror yerda dam olsak nima deysan? Zarif stoliga suyangancha kelishdi. Menda boshqa taklif bor. Mirza kompyuterdan bosh ko'tarib gapirdi. Uning malla yuzi quyoshni eslatar, uni jahli chiqqan vaqtida ham xuddi kulib turgandek tasavvur uyg'otardi. Nima ekan? Gapirchi. Meni uylantirishmoqchi. Fotihaga boramiz o'rtoq. Voy pismiq, pismayib turib ish bajarasan-da. Mana buni yangilik desa bo'ladi. Gap yo'q jo'ra, seni qishlog'ingga boramiz. Yigitlar qo'l tashashdi. Ayni shu vaqtda esa Zarifga Asila qo'ng'iroq qildi. Allo. Zarif, bugun vaqtingiz bo'lsa ko'rishaylik. Uyda o'tiraverib zerikib ketdim. Asila, kecha ko'rishdik-ku. Sizga yetadimi shu? Menga kam. Asila, tushun, bugun vaqtim yo'q. Kechki Mirzani qishlog'iga ketyapmiz. Kelganimda ko'rishamiz. Bo'pti. Sog' bo'lasiz. Asila arazlab telefonni o'chirdi.
Zarif, qandaydir muammo bormi? Nega bunaqa deyapsan? Asila senga yoqmay qolyapti chog'i. Qaydam, ammo uni turmush o'rtoq sifatida ko'ra olmayapman. Menga qiziq, hech bir jihat yo'q. Qizig'i qolmadi-de. Bilmadim, rosti o'zim ham tushuna olmadim. Doston jo'ralari bilan karta o'ynab o'tiribdi. Sizlarga bir gap aytsam. Nima ekan? Salim unga qiziqsinib qaradi. Xonani ichi piva, sigareta hidiga to'lgan. Muhit buzuq edi. Xontaxta atrofida 3 yigit ermak qilib karta o'ynashardi. Mohizarni qo'lga o'rgatsammi deyapman. Salimning rangi oqardi. Esing joyidami? Uni otasi kimligini bilasanmi? Bilaman. Doston beparvo ohangda gapirdi. Bir bangida boshqa kim bo'lardi? Seni o'ldirishdan ham qaytmaydi. Olov bilan o'ynashma. Jimgina o'tirgan Xoliq gapga qo'shildi. Bu jinnidan tuzuk gap chiqadimi? Keyin uni kim tekshirib o'tiribdi? Ayshimni surib, kayf qilib yursam bo'ldi-da. Bir qarasang tuppa tuzuk qizdek, ammo juda qomati ham ko'zni o'ynatadigan bo'libdi-da. Ahmoq, yig'ishtir bu gaplarni. Sobirni qo'lidan ham sog' chiqmaysan. U ham otasidan o'tsa o'tadiki, qolishmaydi. Qishloqda boshqa qiz tiqilib yotibdi. Senga nima zarar o'sha tentakka osilib? Xoliq baribir ham qarshi edi. Qo'lidagi kartani tap etib xontaxtaga tashladi. Doston sigareta olib tutatdi. Xullas, gap shu. Menga sherik bo'laman desangiz ham qarshimasman. Menga kerakmas. Yuziga qarasang ko'nglim ozadi-yu. Xoliq aftini bujmaytirdi. Cho'tir yuzlari xunuk ko'rinib ketdi. Salim pivadan simirib gap boshladi. Men ham aralashmayman. O'z boshingga balo ottirma. Ammo o'rtoqlarining gapi Dostonga umuman ta'sir qilmadi. U nima qilib bo'lsa-da Mohizarni ilintirsam derdi. Qiz qo'y boqib, o't terib, dalalarda yuradi. Bemalol bir chekkiga tortib, ishini bitirib yursa ham birov bilmaydi. Mohizar aytganda ham kim ishonardi? Shularni o'ylar ekan, kulib qo'ydi. Baribir niyatiga yetadi. Mirza erta tongda kiyimlarini kiyib ketishga tayyor turibdi. Endi Zarifga qo'ng'iroq qilsa bas, ikkovlashib qishlog'iga yo'l oladi. Yo'l ham ancha uzoq. Zarifdan darak bo'lavermagach, qo'liga telefonini olib qo'ng'iroq qildi. Kelyapsanmi? Keldim. Shu onda eshik ochildi. Zarif ko'rindi. Sportivniy kiyim unga juda yarashgandi. Vaqtida kelding. Qani ketdik? Taksi gaplashganman. Mirza sumkasini ko'targancha kvartiradan chiqib, eshikni qulfladi. Ikki do'st pillapoyadan tushib ketdilar. Sevmay turib qanday uylanasan, hayronman. Men onamni tanlovlariga ishonaman, Zarif. Baribir deyman-da, senga yoqmasa-chi? Taqdir, harakat qilaman yoqtirishga. Mirza, seni o'zingga ham yuvoshginasan-da, o'sha uchun ham ko'nikasan. Men sira ham rozi bo'lmasdim. Ikki do'st taksida ketib borar ekanlar, qizg'in suhbat qurishardi. Menga sevmay yurib uylangan durust. To'ydan keyin qiziq bo'ladi. Bu gapingda ham jon bor, menimcha. O'zimdan qiyos.